Nov ishingiz bo'lsa ham qo'yib turinglar shu videoni oxirigacha ko'ring. Sababi bu videomiz apa-singillarimizga foydali bo'ladi. Nur Chindilar do'konida 15 ming so'mlik aksiya start beribdilar. Choniklar 15 ming so'mdan, Teleklar 15 ming so'mdan, bagimalar 15 ming so'm. Munisbeka rostmi shu? Rost. Bir ko'rsatib bersak. Hammasi 15 ming so'm. Stolning ustida ko'rib turgan narsalaringiz, bagimalarimiz ham boshqa shunday ustdan ustundagi hamma narsalaringiz 15 ming so'mdan ko'rib olaverasizlar. Bular tugab qolgan taqdirdan bu tarafda yana ko'pimiz undan tashqari. Faqat shu bir ikkisimi? xil narsa emas, bu yonimizdan bor. Yashik eshiklar qo'yibmiz, bemalol hammaga yetadi. Shunday ko'rib turgan vajlaringiz 15 ming so'mdan ushlab olganingiz, xohlariniz 15 ming so'mdan. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, aksiyamiz ertaga bo'ladi ekan. Juma kuni 27-fevral kuni ertalabki soat 9 dan kechki 5 gacha bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Videoni yaqinlarga jo'natish esdan chiqmasin. Abkalar do'konimizda sizlarning uyingizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni har xillarini arzon narxlarda ko'p tegarlar. Agarda shu videomizni qo'llab-quvvatlab, layklar bosib tursangizlar, YouTube kanalimizdan poni obzorlar chiqaramiz. Inshaalloh sizlar manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Bizlar podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlashda davom qildiringlar.